Alo. Sabuz, Ha, o'rtoq. yangi ishxonani oldiga kelganmi? Ishxonadami? Kelganmiding? Bo'ldi, hozir shu. Yaxshimisan o'rtoq? O'rtoq, nima bu? Qarzim. O'zingni hojatingga ishlatib berganing o'rtoq. O'zi kech qolib berganimga xijolat bo'lyapman. O'zimda yo'q edi, akamni olib turdim. Endi yovib ketmaysanmi o'rtoq? Qo'ysenchi o'rtoq, nima deganing bu? Mashinasini urib olganda, mendan pul so'ragan. Kel, shunda olib beraman degandim. Yo'q, qarz kelibdi. Akmal aka, o'zingiz ayting, yaqin o'rtoqlarning orasida qarz bo'ladimi? O'sha qarzni yopaman deb ko'chada kira qilib yuribdi. Aka, sizni ham tushunib turibman, bilaman Akmal aka. Imkoningiz bo'lganda ukangizga yordam berishingizni ham bilaman. Lekin hozir bitta narsa beraman, faqat noto'g'ri tushunmang. Bu ukangizni mendan olgan qarzi. O'rtog'ingni qarzini yopor deb bersangiz, to'g'ri tushunadi. Faqat iltimos, men berganimni aytmang. Shu pulni deb o'rtog'imdan ayrilib qolishni xohlamayman. Xo'p ukam,